Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar jamg'armasi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda Jizzax shahar adliya bo'limi huzuridagi yuridik xizmat ko'rsatish markazi Madad nodavlat notijorat tashkiloti hamkorligida amalga oshirilayotgan raqamli texnologiyalar va sektorlar aro hamkorlik orqali bolalarning huquqiy va yuridik yordam olish imkoniyatini kengaytirish loyihasi doirasida Jizzax shahar davlat xizmatlari markazida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Navbatdagi lavhamiz shu xususida. Mazkur tadbir bolalar huquqlarini himoya qilish, ularga huquqiy axborot yetkazish hamda bepul yuridik yordam ko'rsatishga qaratildi. Tadbir doirasida zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalarga bepul yuridik maslahatlar berildi. Shuningdek, huquqbuzarliklar sodir etgan voyaga yetmaganlarga nisbatan qonunchilikda belgilangan huquqiy yordam turlari bo'yicha keng tushuntirishlar taqdim etildi. Ushbu tadbir o'tkazishdan maqsad bolalarning huquqlarini himoya qilish, ularga huquqiy axborot va bepul yuridik yordam ko'rsatish. Tadbir davomida quyida muzlab qamrab olinadi. Zo'ravonlikdan jabr ko'rgan bolalarga bepul yuridik xizmat ko'rsatish. Huquqbuzarlik sodir etgan bolalarga huquqiy yordam ko'rsatish. Hammamizga ma'lumki, maktablarda baribir shunaqa zo'ravonlikka uchragan bolalar bor. O'z huquqlarini bilmaganidan ular kimga aytishni bilmaydi. Bu tadbir o'tkazishdan maqsad ularga huquqiy ongini oshirish va huquqiy yordam berishdan iborat. Tadbir davomida soha mutaxassislari tomonidan bolalar huquqlarini himoya qilish, ularning manfaatlarini ta'minlash hamda oiladagi tarbiyaning muhim o'rni haqida atroflicha ma'lumotlar berildi. Mutaxassislar bolaga mehr, e'tibor va to'g'ri tarbiya berish kelajakda huquqbuzarliklarning oldini olishda muhim omil ekanini alohida ta'kidladilar. Bu kabi tashabbuslar orqali bolalarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni himoyalangan muhitda voyaga yetkazish hamda jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.